Qilayotgan ishinglarni nimasidan qo'rqasiz? Yaqinda gaplashdik mana shu narsani. Juda qo'rqinchli narsa. Nima? Bitta o'tirimiz, shu ovqatlanib o'tirimiz, videoni pastida statistika bo'ladi-ku. Statistikani bitta ochsak 4 milliondan oshib ketgan bu videoni. Prosmotr pastiga tushirsam, qarasam qancha vaqt ko'rilgani turadi-ku, odamlar qancha umumiy video. Bitta qarasam 5 yil u 200 nechadir kunu, nechadir mingdir soat, keyin nechadir ming sekund turibdi. Bitta videoyizga. Bitta video. Ya'ni odamlar 5 yil vaqtini shu videoga ketkazdi. Pashti 6 yil vaqtini shu videoni ko'rish uchun ketkazdi. Biz nima berdik u videoda? Nima oldi odamlar? Shu qo'rqinchli narsa. Nimasi qo'rqinchli? 6 yil, xo'p, 6 yil. Baribir hammamiz insonmiz, qachondir omonatni topshiramiz, o'tamiz. Savol javob qilinamiz-ku baribir. O'zingizga yetib kelmasdan turib, birovni umrini, hisob-kitobini o'tish o'zi qanaqa qiyin bo'ladi deb qo'rqib ketdim.